Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Respublika Ma'naviyat ma'rifat markazi Hazoros tuman bo'linmasi qoshida tashkil qilingan Javohir loyihamizning 2-sonini sizlarga taqdim qilmoqdamiz. Bugungi loyihamizga suhbatdosh taklif qilganmiz. Bugungi suhbatdoshimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat stipendiyasi, qolaversa Xorazm viloyati hokimi stipendiyasi sohibi, Qoraqalpoq davlat universiteti talabasi Jiyanov Karimboy bo'ladilar. Karimboy, assalomu alaykum, xush kelibsiz bugungi dasturimizga. Assalomu alaykum, xush ko'rdik. Karimboy, bugungi ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilariga o'zingizning o'qish va ish faoliyatingiz haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Men Jiyanov Karimboy Omonoğlu, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat stipendiyasi sohibi hamda Xorazm viloyati hokimining stipendiyasi sohibi bo'laman. Men 2003-yil shu tug'ilib o'sgan yerim Xorazm viloyati Hazoras tumani bo'lib hisoblanadi. Shu yerda tug'ilib o'sdim. O'qish, ya'ni maktab faoliyatim va rivojlanish faoliyatim aynan tug'ilib o'sgan yerim Hazorasdan boshlandi. Va 2021-yilda 29-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabini 11-sinfni tamomlab, ya'ni a'lo baholarga shu yili 2021-yil 6-sentyabr kuni Qoraqalpoq davlat universiteti psixologiya, amaliy psixologiya yo'nalishiga davlat granti asosida universitetga talabalikka qabul qilinganman. 2021-yildan to shu kungacha turli xil konferensiyalar, ilmiy maqolalar, izlanishlar degandek o'qish hamda ish faoliyatimizni davom qildirib kelmoqdamiz. Psixolog sifatida, ya'ni soha mutaxassisi sifatida bugungi jamiyatimizda ko'p uchrayotgan, demak, psixologik muammolar haqida batafsil gapirib o'tsangiz. O'zbekiston Respublikasida, ya'ni O'zbekiston hududida va dunyo hududida turli psixologik faoliyatlar bor. Ya'ni turli xil faoliyatlarga ko'ra turli xil muammolar ham bor. Chunki inson yashash faoliyatining o'zida turli xil stresslar, depressiya holatlar bo'lib o'tadi. Shuning o'zi ham bir hozirgi global muammo desak ham bo'ladi. Nega deganda, dunyo statistikasiga tayangan holatda aytishimiz mumkin. Hozirda dunyo bo'yicha 50-60% inson stress va charchoqlar orqasidan depression holat, ya'ni depression holat deb aytamiz buni. Shu depression holatlarga hamda nevroz kasalligi deb aytiladi. Shunday nevroz kasalliklarga ko'proq chalinib turibdi. Bu psixologik jihatdan muammo desak bo'ladi. Bu ham tibbiy, ham psixologik. Keyin O'zbekiston hududida ikkinchi muammo bu bizlarda asosan ish faoliyatlari bilan bog'liq bo'ladi. Ham oila bilan bog'liq muammolar bo'lib o'tadi. Misol uchun eng birinchi muammo bizlarda oila va etnografik muammolar, misol uchun ajrimlar, shunga o'xshash muammolarni aytib o'tadigan bo'lsak, ikkinchi holat ish bo'yicha deb aytib o'tdim, ya'ni iqtisodiyot va shunga o'xshash bandlik, ishsizlik muammolari bizlarda psixologik muammoni, ya'ni psixologik stressni o'rtaga keltirib chiqaradigan bir turtki bo'lib hisoblanadi. Undan tashqari yoshlarimizda o'smirlik sindromlari va ayollarning o'ziga xos psixologik muammolari, erkaklarning o'ziga xos psixologik muammolari sifatida turli xil muammolarni ko'rishimiz mumkin hozir jamiyatda. Lekin eng muhim bo'lim hozir shu bandlik hamda oilaga maxsus stress va psixologik muammolarning o'rtaga kelib chiqishi. Aynan Karimboy, mana shu stress haqida gap ketar ekan, mana shu kishilarda, ya'ni ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari orasida ham bo'lishi mumkin. Umuman jamiyatimizda ko'p uchraydi. Mana shu stressni oldini olmaslik holatlari qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Stressning oldini olmaslik holatlari, asosan stressni o'zi bunday qilib tushuntirib beradigan bo'lsam, stressni inson o'zi, ya'ni shu stressga tushgan inson oldini olishi mumkin. Uning bizlarda rivojlanib ketgan, ya'ni o'tlashib ketgan deydi xorazmcha. Shu rivojlanib ketgan qismini kelgan paytida, ya'ni u inson o'zi boshqara olmaydi, depressiya deb aytamiz va subdepressiya deymiz. Subdepressiya faoliyatida agar yaqinlari va shunga o'xshash boshqa bir insonlar, o'qituvchilari, misol uchun agar maktab o'quvchisi bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasam agar uylangan, turmushga chiqqan bo'lsa, ayoli yoki turmush o'rtog'i bu faoliyat, ya'ni depression holatdan, stress holatlaridan chiqarishi mumkin.
Lekin depressiya holatiga o'tgan vaqtida bizlar, ya'ni psixologlarga murojaat qilishi kerak bo'ladi unday shaxslar. Ya'ni unday holatda biz uni davolash va unday holatdan chiqarish bo'yicha turli xil psixologik metodikalar, terapiyalar qo'llash yo'li orqali stressdan, depressiyadan chiqarishimiz mumkin bo'lib hisoblanadi. Aynan bugungi kunda mana shu qaysi soha vakillari ko'proq psixologlarga murojaat qilmoqda? Ya'ni mana shu stressga tushish oqibatlari to'g'risida. Hozir men bu holatda onlayn konsultatsiya olish bo'yicha men yuqorida aytib o'tishim kerak. Ya'ni onlayn maslahat berish, psixologik faoliyat shug'ullanish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasidan o'z-o'zini band qilish bo'yicha ro'yxatdan o'tganman. Shu bo'yicha murojaatlar, ya'ni yuqorida aytgan savolingiz bo'yicha menga asosan oilaviy muammolar bo'yicha ko'proq savollar keladi hamda maktab o'qituvchilari bilan birgalikda keladi savollar, ya'ni o'quvchi va o'qituvchilar orasida ko'proq psixologga ya'ni muhtojlar, ya'ni murojaat qiluvchilar ko'p bo'ladi. Ham keyingi 3-soha faoliyati ko'p sistemali ishlash faoliyatlarindagilar bor. Misol uchun kompyuterdagi, ya'ni kompyuter dars o'qituvchilar hamda misol uchun sistemali ish faoliyatlari bo'yicha tibbiyot xodimlari, misol uchun kuchli ish faoliyat bilan shug'ullanuvchilar hamda iloji boricha inson bilan ishlashuvchi boshqa kasblar, insonsiz ishlashuvchi, ya'ni kasblar mutaxassislari ko'proq murojaat qiladi. Ya'ni raqamli texnologiya mutaxassislari hamda inson bilan ishlashuvchilar desak yaxshiroq tushuntirgan bo'lamiz. Karimboy, mana shu aynan stress oqibatida mana ayniqsa hozir aytib o'tdingiz, pedagog, ya'ni ustozlar, o'qituvchilar ko'proq psixologlarga savollar bilan murojaat qilmoqdalar deb aytib o'tdingiz. Aynan mana shu ustozlarimizga mana shu stressga tushmaslik uchun qanday mashg'ulotlarni qilishlarini tavsiya qilasiz? Ya'ni mutaxassis sifatida. Tushunarli. Mutaxassis sifatida quyidagicha mashg'ulotlarni taklif qilgan bo'lar edim, tavsiya qilgan bo'lar edim ochiqchasi. Misol uchun pedagog xodim, ya'ni pedagog o'qituvchi har bir o'quvchi, ya'ni bola bilan shug'ullanayotgan paytda u o'quvchiga agar guruhiy bo'ladigan bo'lsa, guruh faoliyati, ya'ni nevrologik tiplarimiz bor bizlarda. Xolerik, sangvinik, flegmatik va melanxolik singari 4 tip bor. Shu tiplarga qarab guruhiy muloqot qilishi va shunga o'xshash, ya'ni dars mashg'ulotlarini olib borish kerak. Bu nima uchun? Nimaga foyda beradi? Pedagog o'zini charchatmaydi. Ya'ni shunga eng birinchisi shu. Ikkinchisi tiplarga asosan faoliyat ko'rsatish kerak dedik-ku. Ikkinchi holatimizda bizlar har biri bilan individual ishlasha oladi unday paytda. Ya'ni bola bilan individual ishlashayotgan paytda muloqotni shu bolaning xarakteriga asosan berish kerak bo'ladi. Insonda xarakter 3 xil tipda aytiladi, ya'ni umumiy xarakter. Ekstrovert, ya'ni tashqi insonlar bilan muloqotchan tip. Introvert, ya'ni inson ichki dunyosiga bog'liq bo'lgan, bizlarda xalq tilida odamovi deb aytiluvchi inson tiplari va uchinchisi centrovert. Odamlar bilan muloqotchan ham emas, lekin ichiga ham kirib olgan, ya'ni odamov ham emas, o'z qabuqiga o'ralgan. Centrovert. O'rta hol talabalar bo'ladi-ku, darsga boradi, darsdan keladi, o'ziga mos o'quvchilar yig'ini bo'ladi, misol uchun guruhi bo'ladi, shular bilan suhbatlashadi, o'ziga mos o'qituvchilar bilan suhbatlashib qaytadigan o'quvchilar. Har biri bilan xarakteriga maxsus ish faoliyati yuritsa, har bir pedagog ham charchamaydi, ham stressga tushmaydi, hamda o'z faoliyatini yanada mukammal qiladi. Va 3-tavsiya bo'lib hisoblanadi. 3-tavsiyada tabaqalashtirish holatlarimiz ko'proq bo'ladi o'quvchilar orasida. O'quvchilar orasida shu tabaqalashtirish holatini o'quv ishlari va o'qituvchilar tezroq hal qilib yuborsa, misol uchun kichkina paytda bo'ladi, misol 1-, 2-, 3-sinf o'quvchilarida hamda o'spirinlik davri payti krizisi, ya'ni 15-16 yosh paytida bo'ladi. Ya'ni o'zaro dugonalar, ya'ni sal qo'polroq qilib aytadigan bo'lsak, bir-biri bilan kirishuvchi dugonalar, do'stlar bo'ladi. Misol uchun mashinalilar alohida, bilimlilar alohida, ko'chada yuruvchilar alohida bo'lib oladigan paytimiz 8-9 klass payti. Shu sinf paytimizda, shu paytda pedagog xodimlar va psixologlar, pedagog psixologlar alohida shu bolalar bilan ish faoliyat, individual, ya'ni o'zi bilan alohida ishlashsa, psixologlar ham, pedagoglar ham maktab o'qituvchilari hech qanday
stressga va qiyinchiliklarga yo'l ya'ni qo'yilmaydi va tushmaydi. Karim aka, mana shu maktab o'quvchilari yoshida stress qaysi sinfdaligida boshlanadi va bu qachon bartaraf qilinadi shaxs o'zida mana shu stress holatlarini? Juda o'rinli savol bo'ldi. Bu savolning javobi quyidagicha bo'ladi. Inson tug'ilgan paytidan boshlab stressga tushadi va bu umrining oxirigacha bo'ladi. Ya'ni insonda stress tugamaydi. Tugamaydi. Insonda stress tugamaydi, faqat stress turli xil usullarda, ko'rinishlarda yuzaga keladi, ya'ni o'rtaga chiqadi. Shuning uchun maktab payti stresslarni aytib o'tamiz. Maktab paytida, misol uchun, kichkinalik, birinchi maktabga kelgan paytda bizlarda u maktabga tayyorgarlik, ya'ni nolovoy deb aytadi u. Shu maktabga tayyorgarlik paytida boshlanadi. Maktab qanday ekan? Bog'chadan farqi bormi ekan? Shunday savollar va shunday o'y-xayol bolada stressni paydo qiladi. Bu 6-7 yoshlar maktab bolasi paytida. Keyin kelamiz, maktabga keldi birinchi sinfga. Adaptatsiya, ya'ni maktabga moslashuv holatining og'ir yengil kechish holatiga ko'ra bolada stresslar har xil bo'lib kuzatiladi. Ya'ni maktabga moslashuv faoliyati stressi deymiz buni. Va har bir sinfni alohida qilib aytib o'tish bo'yicha 4-klassni aytib o'tamiz. 4-sinf, ya'ni 1-sinf va 4-sinf. 4-sinfga kelgan bola deb ayta olmaymiz-da ularni. Nega deganda 10 yoshida bo'ladi. Hozirda o'smirlik davri, ilk bolalik davridan chiqadi. Kichik maktab yoshi davri va o'smirlik davri o'rtasida bo'ladi. Bu paytda bolada krizis paydo bo'ladi. Men bola emasman, men ham kattayapman degandek o'y-xayollar bo'ladi. Shu ulg'ayapman, ya'ni ulg'ayish, balog'atga yetish degan o'y-xayollar va shu balog'atga yetish sindromi deb ham aytamiz bu holatni 10-12 yosh oralig'ida bo'ladi. 4-5-sinflarga to'g'ri keladi. Ulg'ayish sindromi. Va 7-sinf 8-9, ya'ni 7-sinfdan 9-sinfgacha bo'ladi. Bu yerda o'spirinlik sindromi bo'ladi. 14-16 yosh oralig'ida bo'ladi. Qizlarda 14 yosh, o'g'il bolalarda 15-16 yosh faoliyatida bu stress faoliyati, ya'ni stress holatini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni o'ziga e'tiborni tortish. Qizlarni misol uchun sal endi ochiq qilib aytadigan bo'lsak, o'ziga pardozandoz qilishi, o'g'il bolalarning sen qiz bolasan yoki bo'lmasam qiz bolaga alohida munosabat ko'rsatish. Misol uchun 14 yoshgacha, ya'ni 6-sinfgacha deb aytsak ham bo'ladi. O'g'il bola, qiz bola o'zaro munosabatda bo'ladi, bolalarcha bo'ladi. Lekin 7-sinfdan keyin sen o'g'il bolasan, sen qiz bolasan deb alohida munosabatlar bo'ladi. Ya'ni bu paytda jinslar rivojlanishi, ya'ni shu reproduktiv stresslar kelib chiqadi. Erkaklik, ayollik, qizlik degan stresslar aynan 7-9-sinf paytida kelib chiqadi. Chunki u yerda qizlarning ham menstruatsion sikl faoliyatining ta'sirida turli xil ayollik stresslari, erkaklarda bo'ladigan bo'lsa, balog'atga yetish, jinsiy ulg'ayish stresslari orqali turli xil qiyinchiliklarni ko'rishi mumkin bo'lib hisoblanadi va 11-sinf, 10-11-sinf paytida yoki bo'lmasa 9-sinfdan boshlanadi bu holat. Kasb tanlash stresslari, qaysi mutaxassislikni tanlasam ekan? Bu stress kuchayib boradi. Qachon? 9-sinfda krizis bo'ladi, ya'ni inqirozga uchraydi. Qanday inqiroz desang, bu inqirozlar men qaysi kasbni tanlayman, kech qolyapman. Misol uchun, bu paytda bolada A, B, V variantlar kelib chiqadi. Misol uchun, doktorlik, ya'ni shifokorlik, militsiya xodimlari yoki bo'lmasam o'qituvchilik, har xil kasblarning o'rtasida tanlay olmaslik holati bo'ladi. Ya'ni bir qarorga kela olmaslik bu insonda o'ta katta stressni o'rtaga chiqaradi. Bu 9-11-sinf paytida kuchli bo'ladi. Keyin 10-11-sinfga kelib, o'g'il bolalar va qizlarda yangi, umuman jamiyatda yangi stress paydo bo'ladi. Bu balog'atga yetgandan keyin turmush qurish, ijtimoiy hayotga kirish, u bir jamiyatning fuqarosiligini o'z zimmasiga olish stressi, ya'ni mas'uliyat desak ham bo'ladi bir so'z bilan aytganda. Shu mas'uliyat stressi ularni endi bola emasman, men ham shu O'zbekiston Respublikasining fuqarosiman, men ham shu jamiyatning a'zosiman degan o'ta kuchli mas'uliyat stressi kelib chiqadi. Psixolog soha mutaxassis sifatida erishgan yutuqlaringiz haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Albatta, qo'limizdan kelgancha ma'lumot beramiz. Psixologiya sohasida erishgan yutuqlarni yuqoridan pastga qarab aytib o'tishim mumkin. Birinchi eng yuqori daraja bu
muddatdan avval magistraturaga kirish kaliti. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat stipendiyasini qo'lga kiritishim bo'ldi. Ya'ni 2024-2025 o'quv yili bakalavriat ta'lim yo'nalishi uchun beriladigan stipendiya bu. Ya'ni davlat stipendiyasi. Eng ulkan davlat stipendiyasi. Buni olganim mening uchun bir tarix. Psixologiya yo'nalishi bo'yicha ham bir tarix. Nega deganda, psixologiya, amaliy psixologiya yo'nalishi bo'yicha 2008-yildan to 2024-yilgacha hech kim O'zbekiston Respublikasi Prezidenti stipendiyasini qo'lga kiritgan emas. Ya'ni bu psixologiya yo'nalishi bo'yicha ham bir tarixga kirdik desak ham bo'ladi bu yo'nalish bo'yicha. Hamda ikkinchi yutug'imiz bu Xorazm viloyati hokimining stipendiyasini ham qo'lga kiritishim 2023-yilda bo'lib o'tdi. Bu stipendiyani qo'lga kiritishim mening uchun alohida bir sharaf. Nega deganda, 2023-yilda birinchi marotaba ta'sis qilindi. Ya'ni iqtidorli, viloyatdagi iqtidorli yoshlarni rag'batlantirish va ularni alohida bir yutuq bilan ta'minlash bo'yicha vazirlik va yoshlar agentligi hamda turli O'zbekiston Respublikasi tashkilotlari bilan birgalikda tuzilgan bir tanlov loyihasi stipendiya. Bu stipendiyani Hazorasp tumanidan birinchi bo'lib men olganligim hamda birinchilardan bo'lib bu viloyat hokim stipendiyasiga erishganim bu mening psixologiya sohasidagi ikkinchi yutug'im deb ayta olaman. Keyin psixologiya sohasi bo'yicha hozirda 50 dan ortiq konferensiyalarda ishtirok etganman. 5 dan ortiq konferensiyani o'zim tashkillashtirganman universitetda, respublika miqyosida. Hamda 30 dan ziyod ilmiy maqolalar, tezislar hamda ko'rib turganingizdek yuridik psixologiya nomli o'quv qo'llanmani yozib olganman. Bu mening ilmiy faoliyatim, psixologik faoliyat bo'yicha hamda shu kungacha psixologiya sohasi bo'yicha Rossiya, Turkiya, Amerika singari yirik davlatlarning bakalavrlik, qayta malaka oshirish hamda malaka oshirish MBA diplomlarini qo'lga kiritganman. Ya'ni klinik psixologiya, gender psixologiyasi, yoshlar psixologiyasi, bolalar psixologiyasi, gerontologiya singari bir qancha sohalarda hozirda diplom, ya'ni psixologiya sohasining diplomlariga egaman, xalqaro diplomlarga. Bu psixologiya bo'yicha mutaxassisligimni yanada chuqurroq o'rgangan ekanligimni ta'minlab beradi. Hamda eng so'nggi faoliyat yutug'imni deb aytishim mumkin bu yerda turkcha yetarlilik sinovi, ya'ni turk tilini mukammal bilish darajasini aniqlash bo'yicha xalqaro Turkiyaning UNICEMR instituti bor. Ya'ni UNICEMR instituti bu turk tili va adabiyotiga mo'ljallashgan xalqaro bir universitet. Shu universitetning imtihoniga men 3 yil topshirganman. 2019-yil, 2022-yil hamda 2024-yil. Shu yillarda topshirgan paytimda mening 2019-yilda C1, ya'ni C1 darajada, 2022-yil payti B2, ya'ni B2 hamda 2024-yil yana takrordan C1, ya'ni C1 darajada xalqaro toifadagi sertifikatga ega bo'lganligim. Ya'ni meni ikkinchi karra magistratura sohasiga o'qishga kirgizish uchun yutuq deb hisoblay olaman. Hamda bu sertifikatni qo'lga kiritganligim va bu yutuqlarga erishganligim hozirda Turkiyaning nufuzli top minglikka kirgan universitetlariga magistraturaga kirishimga bir imkoniyat yaratdi. Hozir magistratura yo'nalishiga topshirib qo'yibman. Aprelning oxirida suhbat jarayoniga o'tish bo'yicha qabul xati keladi. Xudo xohlasa shuni kutyapmiz hozir. Ya'ni muddatdan avval magistratura. Kuzatuvchilarimizga ham tavsiya qilamiz. Mana shu bugungi kunda yoshlarimiz ko'proq tillarni o'rgansa, ko'proq imkoniyatlar eshigi ochiladi. To'g'ri emasmi? Mana shu soha mutaxassisi sifatida o'zingizni ham mana shu yoshlarga til o'rganishning qanday afzallik taraflari bor, shular haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz. Albatta, juda to'g'ri aytdingiz. Hozir turk tillari mutaxassisi bo'yicha aytib o'tadigan bo'lsam, men o'zim turk tilini o'rganish faoliyatimni aytib o'tadigan bo'lsam, men 10 yillik tajribaga egaman turk tili bo'yicha. Ya'ni men hozir universitetda turk tili bo'yicha C1, ya'ni C1 darajadagi eng katta sertifikatga ega talabaman hozirda.
va undan tashqari Qoraqalpoq davlat universiteti va Nukus shahrining kuchli ta'lim markazlarida til markazlarida o'qituvchilik, ya'ni turk tili o'qituvchiligi faoliyatini yuritib kelmoqdaman hozirning o'zida. Va bir narsani e'tirof etish kerak. O'zbekiston Respublikasi bo'yicha turk tili milliy sertifikati va turk tili xalqaro sertifikati bo'yicha asosan turk tili milliy sertifikati C1 saviya bo'yicha O'zbekiston rekordini mening o'zimning o'quvchim o'rnatganligi hamda O'zbekiston Respublikasida birinchi marotaba 13 kun ichida turk tilidan B2 darajadagi sertifikatni olgan o'quvchining ham mening o'quvchim bo'lganligini, bu O'zbekiston bo'yicha, asli jahon bo'yicha ikkinchi rekord ekanligini aytib o'tishim, bu tilga bo'lgan ish faoliyatining natijasi sifatida aytib o'taman. Men shu kungacha 70 dan ziyod, asosan 100 ga ham yaqinladi, lekin 70-80 dan ziyod o'quvchilarni tayyorlab, natijalar, ya'ni C1, B2 natijalarini qo'lga kiritganman. O'quvchilarim ham hozir mening til bo'yicha tayyorlanib kelgan o'quvchilarimning 25-30 chasi hozirda Nukus hamda O'zbekistonning boshqa viloyatlarida xalqaro toifali va milliy toifali o'qituvchi, ya'ni turk tili bo'yicha o'qituvchilik faoliyatini yurgizib kelmoqda. Ya'ni shularning 5 tasi mening o'zimning jamoamda hozirda. Undan tashqari til bo'yicha quyidagicha ma'lumotlarni aytib o'tishim kerak bo'lib hisoblanadi. Milliy sertifikatlar bilasiz, yilda 4 marotaba yoki bo'lmasam 5 marotaba o'tkazilinadi O'zbekiston ichida va xalqaro toifada 3 marotaba, 4 marotaba o'tkazilinib kelinadi sertifikat sinovlari. Bu imtihonlar har bir o'quvchining o'zining vaqtiga, o'zining darajasiga va tayyorgarlik ko'rayotgan tiliga qarab har xil muddatda o'zgaradi. Lekin topshirish, qabul qilib olish, ekzamen, ya'ni imtihonni o'zini sinash bu o'quvchining o'ziga bog'liq. Shunday qilib mutaxassis sifatida quyidagicha tavsiya bera olaman. Har bir talaba, har bir o'quvchi bir tilni o'rganayotgan ekan, u faqat o'rganyapman deb o'rganmasligi kerak. Shu tilni o'rgansam, men shu davlatning bir fuqarosi bo'la olaman deb o'rganish kerak. Chunki Turkiyada bitta maqol bor. Bir lisan, bir inson, ikki inson, ikki inson. Ya'ni bir lisan deganimiz bir mutaxassislik, bir soha, bitta inson, ikkita soha egallasang, sen ikkita insonsan. Ya'ni shunga asosan ham men til o'rganishim kerak yoki menga sertifikat kerak deb o'rgangan inson sertifikatga olgandan keyin tilni ham o'rganar, lekin 1 yil, 2 yildan keyin u insonda til bilish saviyasi tushib ketadi. Shuning uchun men u tilni o'rganishim kerak, men u madaniyatni o'rganaman, men u davlatni o'rganaman deb o'rgansa, u insonning o'rgangan tili, u insonning biladigan faoliyati hech qachon, psixolog sifatida aytib o'taman bu holatni, inson miyasiga kirgan narsa hech qachon chiqmaydi. Faqat uni kunt bilan o'rgana olish kerak. Bu tilga ham bog'liq. Xo'p, Karim aka, mana shu sizni hozir ko'rib turibman. Sizni muallifligingizdagi yuridik psixologiya kitobi kuzatuvchilarimizga ham tavsiya qilamiz. Aynan yuridik psixologiyasining maqsad va vazifalari nimada deb o'ylaysiz mana shu? O'zbekiston Respublikasida yuridik psixologiya bo'yicha ko'pchilik o'quv qo'llanmalar yoki darsliklar yo'q. 90% yo'q deb ayta olamiz. Ya'ni 90%. Bo'lsa ham kam. Ha, albatta, bo'lsa ham kam. Ya'ni 1-2 professorlar yoki bo'lmasam shu soha mutaxassislari yozgan bo'lishi mumkin. Masalan, 2-3 ta chiqishi mumkin. Ya'ni maqolalari bor, ilmiy tezislari bor, lekin o'quv qo'llanma, darslik singari yoki metodik qo'llanma singari hech qanday material yo'q. Ya'ni bo'lsa ham juda kam, aytganingizdek. Shuning uchun ustozim, ilmiy rahbarim pedagogika va psixologiya kafedrasi, ya'ni Qoraqalpoq davlat universiteti pedagogika va psixologiya kafedrasi dotsenti Aynazar Vasiya Jumamuratova bilan birgalikda biz yuridik psixologiya kitobini yozishga qaror qildik 2023-yilda. 2023-yilda bu kitobni o'rganishni boshladim men o'zim shaxsan. 2024-yilda psixologik faoliyat jihatini to'liq o'rganib chiqdim deb ayta olaman. Bu sohaning psixologik faoliyatining maqsadi, vazifasi, barcha faoliyatlarni o'rganib chiqqan paytim men psixologik jihatini o'rganganda yuridik faoliyatini o'rganishga ozroq qiynalasan. Nega deganda men psixologman.
Shu paytda u yerda Qoraqalpoq davlat universiteti yuridika fakulteti yurisprudensiya yo'nalishi 4-kurs talabasi Hamid Akmalov bilan birgalikda faoliyatimizni, hamkorligimizni boshladik. Ya'ni bu men materialni berdim. Ya'ni yuridik psixologiya bo'yicha psixologik faoliyatlar materialini berdim. U paytda tayyor kitob holatiga kelgan edi. Va adashib ketmasligi uchun belgilangan holda shu yerlariga ya'ni qonunlar o'zgartirilishi kerak yoki shu holatga, shu psixologik holatga asosan O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasida yoki kodekslarda qanday qonunlari bor yoki qanday moddalari bor insonlarga bog'liq. Shu jarayonga bog'liq. Shularni tushuntirib berdim va bu kitobning 80% psixologiyadan, 20% yuridik faoliyatlardan, moddalardan, qonunlardan iborat bo'ldi deb ayta olamiz. Shu holatda 2024-yil 1-avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Milliy kutubxonasidan bu o'quv qo'llanmada guvohnoma, ya'ni ruxsatnoma chiqdi elektron kitob holatida nashriyatga bemalol chiqara olish bo'yicha. Ikkinchi 2025-yilda bu kitob o'quv qo'llanma sifatida nashrdan chiqdi bosma holatda hamda hozirda Qoraqalpoq davlat universitetida hamda boshqa o'quv o'rinlarida, ya'ni oliy o'quv yurtlarida darslik sifatida, o'quv qo'llanma sifatida o'quvchilarga, talabalariga bir o'quv materiali, o'quv qo'llanmasi sifatida taqdim qilingan. Albatta, eng asosiysi Qoraqalpoq davlat universitetida yuridik psixologiya yo'nalishida bir darslik sifatida, ya'ni o'quv talabalari uchun o'quv materiali. Shunday deb ayta olaman. Bu kitobning maqsadi yuridika, ya'ni huquq hamda psixologiya. Shu ikki katta bir fan sohasining birlashgan nuqtasi deb ayta olaman. Ya'ni psixologik jarayonlarning, psixologik holatlarning, psixologik vaziyatlarning huquqiy qanday choralari bor yoki huquqiy qanday tamoyillari bor. Shular o'rganilgan. Yoki bo'lmasam jinoyat faoliyati qilindi. Qisqacha bir bo'limini olib o'tadigan bo'lsam, bu kitobning o'zida 15 bo'lim bor. Ya'ni 15 mavzu bor. Mavzulashtirilgan. Yuqorida aytib o'tdim, darslik sifatida, asosiy adabiyot sifatida o'rganilyapti deb. Shuning bir bo'limi bor, misol uchun shaxsiy faoliyatlar psixologiyasi, jinoiy faoliyatlar psixologiyasi, jinoyatchi psixologiyasi, tergov psixologiyasi singari bo'limlar bor. Misol uchun tergov psixologiyasida tergovchi qanday qilib ayblanuvchi yoki gumonlanuvchi bilan psixologik, ya'ni tergov ish faoliyatini olib borish kerak. U jinoyatchining psixologiyasi qanday bo'lishi kerak yoki tergovchining psixologiyasi qanday bo'lishi kerak. Shunga o'xshash bir qancha materiallar bor. Yoki bo'lmasam guvoh, ya'ni shu jinoiy faoliyatga guvoh bo'lib qolgan yoki bo'lmasam shu yerda jabrlanuvchi bo'lib qolgan insonlarning psixologiyasi qanday bo'ladi va ular qanday travmalar oladi. Shu holatda, misol uchun, u travmalarni qanday qilib bartaraf qilish mumkin. Bu kitobda shularni bemalol ko'rib, o'rganib olish mumkin. Bu kitob yuridik sohasi bo'yicha, psixologiya sohasi bo'yicha ilmiy izlanuvchilar, dotsentlar, ya'ni dissertatsiya yozuvchilar hamda erkin izlanuvchi kitobxonlar, barcha o'quvchilar bemalol oladi, foydalansa bo'ladi. Ya'ni universal kitob sifatida yoritilgan. Rahmat Karimboy. Demak, bizni kuzatayotgan ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilariga ham tavsiya qilamiz. Mana shu kitoblarni o'qib, demak, o'zlari qiziqtirgan ma'lumotlarni olishlarini albatta. Karimboy, bugungi loyihamizga tashrifingiz uchun katta rahmat. Mana shu soha mutaxassisi sifatida kelgusi ishlaringizda ham ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Keyingi loyihalarga ham sizni taklif qilamiz, kutib qolamiz. Ishonamizki, sizdan mana shu ulkan bir psixologiya sohasida katta bir ishlarni kutib qolamiz. Doimo mana shu ota-onangizni baxtiga, yaqinlar baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Bu arada meni kuzatib turgan barcha ishtirokchilarga, meni kuzatuvchilarimga va hamda shu yerda tug'ilib o'sgan vatanim, ya'ni O'zbekiston, Xorazm, barcha qoraqalpog'istonliklarga kuzatsa, hammangizga tashakkur aytaman. Chunki bu yerda eng avvalo shu yerda o'qib foydalanishga keladigan Xorazm viloyati Hazorasp tuman axborot kutubxona markaziga alohida tashakkurimni bildirmoqchiman. Chunki 2019-yildan 2021-yilgacha bemalol bu yerga kelib, kitob faoliyatlarini mutolaa qilib, o'zimga kerak darsliklarni yoki adabiyotlarni bemalol bu yerdan foydalanib turar edim, ya'ni axborot kutubxona markazidan. Va tug'ilib o'sgan yerim birinchi kitobim nashr qilingan paytda, misol uchun, kitobimni keltirib,
bu yerga berganining o'zi mening uchun va bu yerda axborot kutubxona markazida mening kitobimning shu axborot kutubxona fondida joylashganligi mening uchun bir sharaf desam ham bo'ladi. Muvaffaqiyat. Nega deganda muvaffaqiyat albatta. Bu kitobni bu yerga qancha inson keladi. O'zbekiston asosan Xorazm bo'yicha Albatta. aholisi ko'pligi bo'yicha ikkinchi o'rinda turadigan Hazorasp tumani kitobxonlari, o'qimishli insonlari bilan ajralib turadi. Buni alohida e'tirof qilishimiz kerak. Albatta. Shu e'tirofga arzigulik o'qimishli insonlar, o'qimishli talabalar, bilimga chanqoq yoshlar bu yerda yuzlab keladi kuniga. Shu 100 insonning bittasi kelib mening kitobimni o'qib, shu yuridik psixologiya yoki bo'lmasam ko'rtusiz maqolalar, ya'ni psixologiya sohasidagi bittasi kelib o'qib, psixologiya sohasiga topshiradigan bo'lsa, bu mening uchun muvaffaqiyat. Chunki Albatta. bitta inson, yuqorida aytib o'tganimdek, bitta mutaxassislikni egalladimi, u inson jamiyatda o'z o'rnini topadi. Shuning uchun bu yerda men o'zim eng avvalo tashakkurimni bildiraman, chunki men o'zim qayerga, qanday sohaga kelishimni topdim o'qishga. Va umid qilaman shu asarlarimiz, maqolalarimiz bilan boshqa o'qib izlanayotgan o'quvchilarimiz, siz aziz kuzatuvchilar ham kelib bemalol o'qiy olasiz degan umiddamiz. Hammangizga rahmat. Karimboy, rahmat, salomat bo'ling. Hurmatli kuzatuvchilar, Javohir loyihamizga ham ajratilgan vaqt o'z poyoniga yetib bormoqda. Bizni kuzatishda davom eting. YouTube'dagi kanalimizga a'zo bo'lishingizni kutib qolamiz. Qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.